Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammalarga xayrli tong. Kechagi qo'ygan videomdan keyin ba'zi bir negativ fikrlar ham bildirildi. Sen dalangda yuraver, kir mashinada balo bormi senga, kir mashina unday bunday deb yozishibdi. Noshukur bandalar, og'irligim tushyaptimi yo bo'lmasam birovni haqqini o'g'irlayapmanmi yo birovni anosini olib qo'yyapmanmi? Halol mehnatimni qo'yib prosmotr yig'yapman men shaxsanda. Harom ish qilib ochiq sochiq kiyinib yuradiganlarga layk bosishni bilasizlar, boshqa qilishni bilasizlar. Ular oppog'i, lekin bu dalada salgina kirchir bo'lganimiz uchun biz kir yo bo'lmasa yomon bo'lib qolmaymiz. Biz halol mehnat qilyapmiz. Birovga og'irligim tushayotgani yo'q, xudoga shukur. Turmushga chiqqandan keyin ham, turmushga chiqmasdan oldin ham ota-onamga og'irligim tushmagan. Men 4-sinfdan boshlab kunlik ishga chiqib o'zimni o'zim eplaganman. Meni ota-onamda 6 ta bolasi bor. 6 ta bolani kiyintirib yeb ichirishda ayting. Hozirgi zamonda 2 ta bolani zo'rg'a eplab boqyapti odamlar. Men xohlayman og'irligim birovga tushmasligini, o'zimni o'zim eplashda. Shunchalik qilyapman, xo'jayinim ruxsat berib qo'llab-quvvatlayapti. Ajab bo'lsin. Qo'llayingdan kelsa sizlar ham shunaqa qilinglar, xo'pmi? Men halol mehnatim bilan shunchalik harakat qilyapman. Birovni chekkadan turib gapirish oson. Men ham chekkadan turib maslahat beraveraman birovga, lekin o'sha harakat, o'sha natijani ko'rsatishni o'zi bo'lmaydi. Shaxsan yaxshi yozadigan obunachilarim, duo qiladigan obunachilarim, sizlarga alohida rahmat. Shunchalik e'tibor berib insonni tushunganlaring uchun rahmat. Shunaqa bespanton, endi nima deydi, onga yetmaydiganlar ham bor shekilli, halol mehnat bilan ochiq sochiq farqiga bormaydigan.